Hammaga salom, Muslim Kobra 20 kanaldasizlar. Hozir biz onajonim bilan borib bozorlik qilib keldik. Endi hozir shularni taxlaymiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi hozir shularni taxlab chiqamiz. Birinchi bo'lib kartoshkalarni savolamiz. Endi navbat pomidorlarga. Pomidorlarni chiroyli qilib taxlab chiqamiz va xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Keyingi navbat esa bu bolgarskiga. Bolgarskini ham shunaqa qilib xolodilnikka qo'yib olamiz. Keyingisi esa bodring. Bodringni ham xolodilnikka shu tarzda qo'yib olamiz. Navbat endi baqlajonlarga. Baqlajonlarni ham xuddi shu tarzda xolodilnikka qo'yib olamiz. Endi navbat sabzilarga. Bittasi sariq sabzi, bittasi qizil sabzi. Sabzilarni ham xuddi shu tarzda xolodilnikka qo'yib olamiz. Ana endi navbat tuxumlarga. Tuxumlarni ham chiroyli qilib xolodilnikka taxlab chiqamiz. Bu tuxumlar dvoynashki tuxumlar. Agar ishonmayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Mana hamma tuxumlarni ham taxlab bo'ldim, lekin tuxum ortib qoldi. Sizlar ham ro'zg'or qilganinglarda ortib qo'yganmi tuxumlar? Ana endi garimdori va chesnokni ham xolodilnikka qo'yib olamiz. Mana qo'yib oldim. Ana endi navbat topga chiroyli qilib xolodilnikka qo'yib olamiz. Ana endi navbat hamma yaxshi ko'rgan o'sha mevalarga navbatni beramiz. Birinchi bo'lib olmalarni taxlab olamiz. Shu yerda olmani yegim kelib ketib oxiri yedim. Shunaqangi shirin ekan. Ana endi navbatda o'rik va gilosga ham bersa bo'ladi. Bu gilos qaranglar, sizlar ham shunaqa gilos juda ham ko'p ko'rganmisizlar. Idish yarmiga endi o'rikni taxlab chiqamiz. Mana hamma mevalarni taxlab bo'ldim. Endi navbat tovuqqa. Tovuqni shunaqa qilib chiroyli qilib idishlarga solamiz va tovuqlarni shunaqa qilib chiroyli qilib yuvib olamiz. Mana yuvib bo'ldim. Endi ertaga ovqat qilish uchun ziralab qo'yamiz tovuqlarni. Mana ziralab bo'ldim. Endi strechlar buni xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ana endi navbat jigarga. Jigarni ham shunaqa qilib tarelkaga qo'yib olamiz. Qaranglar, biz bozorlik qilib kelgunimizcha bu shunaqa shirin qilib o'rikli murabbo yop qo'yibdilar kelgunimizcha. Boya sizlarga ko'rsatgan tuxum dvoynashki tuxum edi. Sizlar ishonmagan bo'lishinglar mumkin. Hozirlik endi chaqib ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin, ichidan ikkita sarig'i chiqdi. Mana xolodilnikni to'ldirib, shunaqa qilib chiroyli qilib bozorlikni ham joylashtirib qo'ydik. Mana jigardan ham ovqatimiz pishdi. Bizga esa yoqimli ishtaha, sizlarga bo'lsa xayr, yaxshi dam olinglar.